Assalomu alaykum. Bizlar C++ tilinde funksiyalar, ya'ni funksiyalarda aniqlov temasi ustida hamda bizlar uni, ya'ni menda hozir qo'limda telefon bo'lib turgandan keyin, men telefonda Kotlin C++ programmasidan foydalandim. Hamda bunga kirib, men hozir so'zimni o'shib istayman. Endi funksiya programma ta'minoti jarayonida amalda qiyin protsess hisoblanadi. Sababi programma tuzish programma kompleksining bir butunlikdagi ham uning har bir bo'lagining ichki mazmun ham ularni sezilmas farqlarini hisobga oluvi kerak bo'ladi. Ya'ni funksiya deganda bizlarda tekana C++ tilida hamma funksiyalar bizga tayin etib berilgan. Misol uchun darajani ko'taruv, darajadan tushiruv, ya'ni ko'ranga soluv, siyahli bularning hammasi funksiyalar. Bizlar neza funksiyalarda o'zgarmish yarata olamiz. O'zimiz buni C++ tilida yarata olamiz. Biroq bizlarga qulayli hamda tushunarli janida asad bo'lishi uchun bizlarga o'zi tayin qilib berilgan. Endi C++ tilida eng birinchi include EOStream yoziladi. Include EOStream using namespace std int main, ya'ni bu bizlarning tekrar funksiyamiz. Endi bizlar funksiyani jarayonlash uchun birinchi funksiyaning tipi, ya'ni char, int, double, float siyahli uning ma'nos qaytarishi tipi yoziladi. Ya'ni bizlar int degan tipda alayıq. Ya'ni bu butun sonlar. Odan so'ng funksiyaning ati yoziladi. Funksiyaning atini o'zimizcha qilgan at qo'ya olamiz. Misol, maydonda hisoblaydigan funksiya tuzuk maydan. Hamda bu funksiyaning ati hamda parametrlar tizimi yoziladi. Parametrlar tizimi bunda. Bizlar 4 meshda maydonini hisoblaydigan funksiyani tuzamiz. Ya'ni bizlar int tipinde funksiya yaratdik ba, uning ichida parametrlarda int, ya'ni butun son bo'lishi kerak. Int a, int b. Hamda bu funksiyani yaratganda biz funksiyaning dinasi, ya'ni figurishni skobka yoziladi. Endi bu yerda int, ya'ni funksiyalarga ikki bo'linib, ma'nos qaytaruvchi ham qaytarmovchi. Ma'nos qaytarmovchi funksiya void funksiya, al int funksiya ma'nos qaytaradi. Ya'ni bizlar keyingi mana funksiyamizda o'g'an ustun jasaymiz, ma'an bunday zatni qaytarib ber degandek qilib. Ya'ni bunda bizlar ma'nos qaytaruvchi ular returnni qo'llanadi. Return a ko'paytu b. Ya'ni bizlarga a ko'paytu buni qaytarib ber deydi. Int mainda funksiya bo'lgani uchun buning ham dinasi, ya'ni figurishni skobka yoziladi. Hamda 4 meshga kerak bo'ladi int a b tariflari ham s maydoni. Sin, ya'ni sin degan bu kirituv operatori a b. Cout chiqaruv kerak. Chiqaruv kerak. S maydon, ya'ni men nega bunday qo'stirnoqqa batiramiz, buni tekst deb taniydi. Maydon, ya'ni funksiyaning atini yozamiz. Maydon a run. Endi bizga u tushunarli bo'lishi uchun bularning oldina cout, ya'ni uni bir odam tushunishi uchun tariflarda kirit deb yozamiz. Hamda bir nechta so'zlarni bosamiz. Tariflarda kirit 4, ya'ni 4. S16. Demek bizlerin birinci ma'nos qaytaruvchi funksiyamiz durust hamda
aniq izlandi.